Hammaga assalomu alaykum. Bugun Iman Ahmedovna bilan juda ham chiroyli podkast qilmoqchimiz. Bu podkastga juda ham katta tayyorgarlik qilmaganmiz, lekin tabiiy holda ularga savollarni bermoqchimiz va eng ko'p ayollardan keladigan savollarni ularga bermoqchiman va ularni o'zlarini bosib o'tgan yo'llari, qiyinchiliklari haqida ham qisqacha gaplashamiz. Men o'ylayman, har bitta ayol qizga bu podkastni oxirigacha ko'rishsa manfaatli bo'ladi. Iman opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men o'ylashimcha, xudo xolasa, bu ayol qizlarga foydali bo'ladi. Iman opa, o'zi bu sohaga qanaqa kirib kelgansiz? O'zim yuridik sohasida bo'lganman. 3-darajali yurist hamda professor o'qituvchi lavozimida ishlab yurgan bo'lganman. Bundan tashqari baribir ichimda otamdan o'tgan qobiliyat bo'lgan, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanardim. O'zimni bog'chalarim bo'lgan, o'quv markazlarim bo'lgan va shu bilan birgalikda o'zim tushunmagan bitta sohaga pul tikib, bitta qarzdorlikka kirib qolganman. 2016-yildan beri o'zim ustimda ishlab, psixologik treninglar, kurslar natijasida o'zimni anglab, yanada rivojlanishga harakat qilardim. Bu qiziqish shunchaki qolmadi va natijada o'sha orada bu faoliyatni tugataman, o'qituvchilik qilmayman, boshqa tadbirkorligimni davom ettiraman deb turganda tadbirkorligim qarzdorlikka uchradi, o'qituvchiligim o'sha joyda tugadi. Nima bilandir shug'ullanish kerak, zerikkandan boshqa bir ish topaman deb turgan paytda Telegram kanal ochib, o'zimning fikrlarimni bildirib yurganimda odam ko'payib ketib qolgan. Ishonasizmi, oldin menda psixologlarga nisbatan juda kuchli kritika bo'lgan. Stolda o'tirib olishadi, keyin aql o'rgatishadi, boshqa qilgan ishi yo'q, tipa shunaqa bo'lgan. Nima o'zim shug'ullanganman. Qachondir o'zim kelib psixologiya sohasida ekspertlik qilaman degan umuman fikrim bo'lmagan. Chunki meni o'yimda muvaffaqiyatli inson, karyera qilgan, davlat xodimi bo'lgan yoki qanaqadir tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadigan inson deb bilgan. O'zim tanqid qilgan joyimda o'zim paydo bo'lib qoldim. O'zim bilmagan holda odamlarning istagi bilan shu o'rtaga chiqib qoldim. Tushunarli. Qachon tushunib yetgansiz shu soha aynan siznikiligini? Hali-haligacha ham men bu sohada uzoq ketmayman degan fikrim bo'lgan, ikkilanishim bo'lgan. Bilasizmi, to'xtata olmaysiz o'zingizni, chunki talab katta. Odamlar sizni tinch qo'ymaydi, ayollar sizni tinch qo'ymaydi, so'raverishadi, konsultatsiyalarga yozilishadi, kurs so'rashadi, suhbatlarni shunaqa so'rashadi. Shu talab kattaligi uchun davom ettiraman, lekin ichimda baribir ikkilanishim bo'lardi. Menikimi o'zi bu deb yoqadi o'zimga. Ko'p e'tiqof qildim shu ikkilanish borasida va oxiri xulosa qildimki, psixologiya yo'nalishi meniki. Faqat qadriyatimga to'g'ri keladigan yo'nalishi menikiligini bildim, his qildim va qaror qildim. O'zi qachon tushunib yetgansiz, shu sohani bekorga tanlamagan ekanman, yaxshi ham shu sohada ekanman degan bo'lganmi fikr? Bo'lgan. 2 yil oldin. Qarzdorlikka uchraganimda, xullas qarzdan chiqib ketish kerak endi bu vaziyatda. O'sha paytda menga psixologik bilimlar juda ham katta yordam bergan. Shunda yaxshi ham shug'ullangan ekanman, yaxshi ham o'qigan ekanman. Yaxshi ham ozgina bo'lsa ham basic knowledge bor ekan degan xulosaga kelganman. Haligacha afsuslanmayman. Va har bitta ayol qizga aytamanki, shug'ullanish kerak, o'qish kerak. Ayniqsa turmushga chiqmagan qizlar. Turmushga chiqmagan qizlarda bilasizmi, ular ovqat pishirishga tayyorlanishadi yoki qanaqa qilib er ko'nglini olishga tayyorlanishadi, qaynonani ko'nglini olishga tayyorlanishadi, chiroyli kiyinish, chiroyli makiyaj qilishga tayyorlanishadi, lekin turmushdan keyingi mashaqqatga tayyorgarlik ko'rishmaydi. Turmushdan keyingi ulg'ayish, uyg'onish davri paydo bo'ladi. Ayol kishi, qiz bola turmushdan keyin juda ham katta hikmatli darslarni olishni boshlaydi. O'sha darslarda sinib qolmasligi uchun, qalbida qanaqadir kasalliklar bo'lmasligi uchun ham, o'zini anglashi uchun ham psixologiya bilan shug'ullanish kerak, ular ilm olish kerak. Men har doim ota-onalarga aytaman, farzandingizga qanaqa chiroyli kiyim kiyishi, qanaqa chiroyli er ko'nglini olish o'rgatmasangiz ham o'zini anglashi va o'sha mashaqqatda turib berishi o'rgatinglar. O'shaning uchun psixologiya bilan shug'ullantiringlar, o'qitinglar deb aytaman. Sizni menimcha chetdan ko'rgan odam juda ham kam ishlaydi, deyarli unaqa nima deydi, katta ishlar qilmagan deb o'ylashi mumkin. Qanaqa jihatdan? Ya'ni siz nozikkina ayollik energiyasiga ega ayolsiz, lekin men eshitishim bo'yicha siz даже novvoyxonaligacha oshgan ekansiz. Bu haqida qisqacha aytib bering, qanaqa bo'lgan, qanaqa tajribangiz bo'lgan? O'zi kichkinaligimda men pulga muhtoj bo'lmaganman, lekin o'zim ichimdagi shijoatimni uydagilarga isbotlagim kelardi.
O'shaning uchun doim tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanganman. Mani dedushkam otam tarafdan, otam o'zlari katta tadbirkor bo'lishgan. Endi ularni qonidan o'tganda baribir shijoat kuchli bo'lgan. O'shaning uchun doim nimadirlar qilishga harakat qilardim. Nonvoyxona, o'quv markaz, tikuv sexi, keyin bog'cha, yana tarjimonlik markazi, bular haqida hech kimga aytmaganman. Keyin anaqada institutlarda, jurnallarda maqolalar yozib chiqarish majburiy bo'lgan. Shu o'qituvchilarga maqolalar yozib berib, qimmatbaho va reytingi baland bo'lgan jurnallarda maqolalar chiqarib beradigan anaqamiz, uslugamiz ham bo'lgan. Aslini olganda o'zim kichkina bo'lganim bilan juda ham ko'p ishlar qilganman. Nonvoyxonani o'zi bir tarixi katta. Qanaqadir halol, o'zimning mehnatim singadigan biznes faoliyatim bo'lishini xohlardim. Albatta men quruvchilik qila olmayman, lekin quruvchilikka ham qiziqardim. O'zimizni uyimizda qanaqa remont bo'ladimi, quruvchilik bo'ladimi, ham ustalarning oldida yurib, o'sha loyihaga aralashib, yordam berib yuraman. Sababi men xohlayman o'sha yerda qayerdadir hidim qolib ketishi, qayerdadir mehnatim qolib ketishi. Masalan, o'zimizni uchastkamizni buzganda dedushkamni izlari, men his qilganman-da bu narsani. Men xuddi shunaqa narsa xohlaganman. Odam o'zlari uylarini qurganlarida, odamning hidi, energiyalari, mehnatlari, qancha naqalari bor. Shunaqa xohlaganman. O'shaning uchun xuddi shunga o'xshashroq mehnat qiladigan, o'zim shunga aralashadigan biznes faoliyatini xohlaganman. Nonni o'zingiz qorasiz. Albatta yopib bermasam ham shu jarayonlarda qatnashardim. To tandirga kiradigan joyigacha men qatnashardim. Shunaqa. Bu menga naborat yoqadi, bilasizmi? Agarodda ishlash bir xil ayollarga yoqtirmaydi-ku. Menga yoqadi. Agarodda gullarni tegini tozalash, tuproqlarini tozalash, keyin qushlar, hayvonlar, menga yoqadi bu narsa. Uyimda hamma narsa bor deyarli. Yoqimli bu. Iman opa, mana psixologiyaga kirganingizdan keyin o'zingizda eng katta 3 ta qanaqa o'zgarish bo'lgan? Turmushimda munosabatlarim yaxshilangan. Ota-onamni juda ham qattiq yaxshi ko'rishni boshlaganman, qadrlashni boshlaganman va moliyaviy erkinlikka chiqqanman. Deb ayta olaman. Shu kungacha men ko'p ishlasam ko'p pulim bo'ladi deb o'ylagandim. Bu meni eng katta qilgan xatoyim bo'lgan. Mehnat, keladigan pulingiz, rizqingiz sizning mehnatingizga bog'liq emas. Bu shunchaki oddiy instrument, bitta sabab ekanligini o'qib, o'rganib, tushunib yetdim. Men 24/7 ishlaydigan odam bo'lganman. Yuridik institutdan chiqardim, hamma dam olishga ketsa, men o'tirib yana ishlardim. Bog'chalarni kontrol qil, u yerga bor, bu yerga bor, mana shunaqa yurardim-da. Lekin o'shanga yarasha pul bo'lmagan. Sani oydan oyga zo'rg'a yetardi. Shuncha katta anaqang bor-ku deyishardi-da. Misol faoliyating bor, nimaga yetmaydi? Yetmaydi, bilmayman deb tushunmasdim o'zimga. Keyin men qaror qilganman, yo'q, men bundan keyin kam ishlayman, lekin ko'p pul topaman. Shu narsaga yetib keldim. O'zi shu joyda juda ham sporniy mavzu bor. Masalan, ko'pchilik aytadi, odam topayotgan puli bu rizqi. Ya'ni qancha ko'p harakat qilsa ham rizqidan ko'p topa olmaydi deydi. Kimdir aytadi, ko'proq harakat qilsa ko'proq pul topadi deydi. Nima deb o'ylaysiz bu bo'yicha? Harakat bu sabab. Men aytolmayman, ko'p harakat qilgan odam ko'p pul topadi deb. Qanchadan qancha muvaffaqiyatli, boy, badavlat odamlar bor. Ular ko'p odamni ishlatadi. O'zi ko'p harakat qilmaydi. U aqlini ko'p ishlatadi. Unga qil, buni qil deb buyruq beradi, lekin ko'p harakat qilmaydi. Qarasangiz, sport bilan shug'ullanib yurgan yoki tabiat qo'ynida yurgan yoki ot boqqan, mol boqqan, mana shunaqa yurishadi. Ko'p ishlamaydi, например. Mehnat sabab. Kichkina mehnat ham katta nima deydi, pulga sabab bo'la oladi, qachonki men bitta o'zgartirsa. Men har doim aytamanki, ayol kishi, erkaklarga emas bu. Ayol kishi pulni ichkaridan qidirish kerak, tashqaridan emas. Chunki hamma pulni yaratadigan hissiyotlar ayollar ichida bo'ladi. Erkak kishi aqli bilan
ish qiladi, aql bilan yashaydi, o'shaning uchun ular aqlini ishlatadi, ko'chadan pul topadi. Ayol kishi hissiyot bilan yashaydi-ku. Biz juda ham emotsional odamlarmiz-ku. Birinchi odam ichidan gumonini o'zgartirib, ichida ishonib, o'sha hamma resurs ichidaligini bilganidan keyin u ichida ham ichki kuch uyg'onadi, pulni ichidan topadi, keyin tashqarida o'sha kichkina mehnatini qilib keladi. Va bu katta summaga instrument bo'la oladi. Biror narsaga erishish uchun ko'proq duo qilish kerakmi yoki ko'proq harakat qilish kerakmi? Yo'q, men har doim birinchi duo deyman. Keyin harakat deb aytaman. Bilasizmi, men duoni kuchini taxminan bir 4-sinflarimda bilib qolganman. Hovlimiz 2-etajiga chiqib yig'laganim esimda. Adam, endi biz islomiy oilada katta bo'lganmiz, bizda shim kiyish mumkin bo'lmagan u paytlarda. Keyin endi siz SSRda endi chiqayotgan payt taxminan bir 98-yilda haqida aytyapman, 98-97-yilda aytyapman. U paytlarda shim kiyish, ochiqroq kiyinish urfga kirmagan bo'lgan bizning pokoleniyada. Endi kiyishni boshlashgan sinfdoshlarim, biz endi sal ulg'aydik, 4-5-sinfda ko'zga tushib qolamiz. Shim kiygim kelgan, otamga aytsam, otam yo'q deganlar. Qo'rqib, adam mana shim kiygim kelyapti desam, yo'q deganlar. Keyin qo'rqqanimdan nima qilishni bilmay, lekin juda xohlamayman, 2-etajga chiqib, divanning tagiga kirib, yig'lab Allohdan so'raganman. Allohim, men shim kiyishimga yordam ber, izn ber, adam ruxsat bersinlar deb. 2 kun, 3 kundan keyin adam shim ko'tarib kelganlar o'zlari. Hayron qolib ketganman. Voy subhanalloh, shunaqa duoning kuchi. 4-5-sinf qizi. Keyin aytgan, voy Allohga yig'lasam bo'ldi ekan, berar ekan deganman. Undan keyin killadan keyin kompyuter. Bizning davrimizda kompyuter televizorga o'xshagan bo'lardi. Orqasi katta kompyuterlar. Ploskiy ekranli kompyuterlar endi chiqayotgan payti bo'lgan. Juda u kompyuter bor xonadon, boy xonadon bo'lgan. Keyin adamga aytganman, menga shunaqa kompyuter olib bering, orqasi bo'lmasin desam, adam aytganlar, voy bolam, hozir pulim yo'q deganlar, hamma adaylarga o'xshab. Keyin nima qilganman? Yana o'sha instrumentdan foydalanganman. 2-etajga chiqqanman, o'sha divonimning tagiga kirib yig'laganman. Alloh menga adam kompyuter olib bersin, sen aytgin, sen ko'ngillariga solgin. Deb rosa yig'lab, 2 soat, 3 soat yig'lab Allohdan so'raganman. Yana bir haftalar o'tgan, keyin ammalarim, hamma qarindoshlar bilan aylanishga chiqqanmiz. Shunda qanaqadir bir texnikalar ko'radigan joy bo'lib qolgan, kompyuterlar bo'lgan. O'zidan o'zi adam kompyuter olib beraman deganlar. Men adamdan faqat bitta kompyuter so'raganman, lekin adam yoniga 2 katta kolonka qo'shib, keyin kserokopiya, trivodno. Voy, shunaqa maqtanardim endi. U paytlarda trivodno, kserokopiyalar bizning davrimizda endi sodda payt bo'lganda, ha. O'shaning uchun har doim bu men uchun eng zo'r instrument bo'lib qolgan. Birinchi duo qilaman, undan keyin harakat. Oddiy kurslar bo'ladi. Bizning endi biznesimiz, faoliyat turimiz kurslar. Asosiysi kurslar sotasiz, konsultatsiyalar sotasiz. Har doim biron bir zapusk jarayonini boshlashdan oldin men birinchi o'tirib Alloh bilan do'g'ri qilib olaman. Kelishib olaman. Allohim, sen menga mashinacha bergin, o'zing vakil bo'lgin, o'zing ilhoming bilan boshlanyapti. Hamma gapiradigan gapim, eshitadigan quloqim, ko'radigan ko'zim, bosadigan qadamim o'zing bo'lgin. Men umuman chiqaman bu o'yindan, o'zing hammasini qilib ber deyman. Qilib berasan, keyin mashinchasini seni pulga muhtoj bo'lgan odamlaringga, bandalaringga men ajrataman deyman. Har safar shokda qolaman mashina rezultatidan. Ya'ni jarayonni topshirasiz. Bitta duo har doim kutganimdan ham aziz qilib beradi. Siz tushunasizmi? CTR, hold rate, visit rate'larni siz tushunasiz. Zapusk jarayonidagilar tushunadi. Yaqindagi vaziyatni aytib beraman. Halida nima bo'ldi? Zapusk boshlandi. Targetimizda 4 kun muammo bo'ldi. Umuman ishlamaydi. Lekin kuniga 550-600 dollar pul yetib yotibdi. Kirib kelayotgan odam 300 ta turist odam. To'kilib qoladi. Tushunmayapmiz. Nimaga unaqa bo'lyapti? Hamma zo'r, anaqalar kreativlar zo'r olingan, sayt zo'r ishlayapti, lekin nimaga to'kilib qolyapti? Hold rate'imiz 20% ga tushib qoldi. Nimaga tushunmayapmiz? Saytimizning tezligi zo'r. Keyin tushundim, что bu men bilan Alloh o'rtasidagi munosabat. Hozir men nimanidir so'rashim kerak, Alloh mendan nimanidir kutyapti. Shunda tahorat qildim, 2 rakat nafl namoz o'qidim, Allohdan so'rashni boshladim. Yo Alloh, o'zing yordam ber. Men tushunmayapman, men kontrolga olmayman, nima bo'lsa ham seni izning bilan bo'ladi. Men roziman. O'zing bu yog'ini nazoratingga ol, senga topshirdim dedim.
ishonasizmi, kech payt soat 12dan keyin targetologim aytyapti. Bomba tushdi. 34 sentmi qanchadir bilmayman, undan ham balandroq sentdan kelyotgandi litli. 6 sentdan kelyapti. Visit rate'li 2 barobar ko'payib, anaqa hold rate'li oshib ketdi. CTR'imiz 3.8 ga chiqib ketdi. O'tiribman, aytadiganim faqat subhanalloh, subhanalloh, subhanalloh. Hech bo'la qilmadik. To'g'ri. Biz faqat sababini qilib bera olamiz-da, lekin baribir. O'shaning uchun любой ish qilishdan oldin birinchi duo qilish kerak. Ana undan keyin harakatni boshlasa, boya aytganimizdek, kichkina harakatga ham Alloh ko'p pul beraveradi. Lekin harakatni ham qilish kerak albatta. Albatta qilish kerak. O'zi mana duo qilayotganda ko'pchilik qanaqa xatolar qiladi? Duo qilayotganda birinchi bo'lib norozi bo'lib duo qiladi. O'sha holatiga norozi bo'ladi va shu holatimni o'zgartirib ber deb duo qiladi. Ya'ni pretenziya qilib qo'yadi. Tasavvur qiling, ringdasiz. Ringda bir tarafda siz turibsiz, o'zingizni muammolaringiz bilan, bir tarafda yaratgan turibdi sizga bergan hikmatli sinovi bilan. Biz nima qilamiz? Seni muammoying menga noto'g'ri muammo bermassan, endi shuni to'g'rilab ber deb duo qilamiz. Birinchi o'rinda biz o'sha muammoga rozi bo'lib keyin duo qilish kerak. Deylik, ajrim yoqasidadir, balkim qarzdor bo'lib qolgandir, balkim yana qanaqadir farzandi bilan muammosi bo'layotgandir. Shu holatga rozi bo'lish kerak. Ya'ni, "Yo'q, bolam o'lib qolmasin" deb duo qilish emas. "Sen ham roziman, sen ham roziman, yo Alloh shu farzandimga shifo ber." Qarzdorlikdan o'lib qolmay sharmanda, yo'q, men sharmanda bo'lmayman. Sharmanda qilsang ham roziman, sharmanda qilmasang ham roziman. Hammasiga roziman. Yo Alloh, shu holatdan chiqib ketishimga izn ber. Keyin Alloh izn beradi. Urushmaslik kerak-da. Menimcha, Alloh alam, men o'zim qo'llaydigan instrument bu. Ikkinchisi bu, bizda men kattaman, yaratgan kichkina, chunki u meni yaratib qo'ydi degan anaqa bor. Yondashuv bor-da odamlarda. Nima qilamiz? Yaratib qo'ydim, endi menga qilib berishga majbursan. Muammo berdim, endi buni berishga majbursan deb kattalik qilib so'raymiz. Aslini olganda biz hech narsa qo'limizdan kelmaydi. U muammoni yechimini ham biz qila olmaymiz. Muammoni yaratgan beradi, yechimini ham yaratgan beradi. Faqat o'sha yerda olishimiz kerak bo'lgan bizning hikmatimiz bor. Shu hikmatni olsak, darsini olsak, sirraz ochilib ketadi. Lahza-lahzada ochilib ketadi. O'shaning uchun kattalik qilmasdan, ojizligini bo'yniga olib, qo'lidan hech narsa kelmasligini bo'yniga olib, u aslida kichkina qo'lidan hech narsa kelmaydiganligini bilib va bu muammo oldida u hikmatini olish kerak. O'zi qilish kerak emas. Shu narsani tushunib duo qiladigan bo'lsa, Alloh alam, bu meni instrumentim, o'zim qo'llaydigan tezlikda natijasi bo'ladi. Keyin men yana eshitganman, duo qilayotganda ko'proq shubha bilan duo qilinadi. Ya'ni o'zi Alloh menga yordam berarmikan, o'zi rostdan ham shu narsa o'xshirmikan deb turib gumon qilsa ham menimcha o'xshamaydi. Ijobat bo'lishi. Albatta gumonni to'g'irlash kerak. Qo'rquvlar natijasida odamda shubha bo'ladi. Yo'qotishdan qo'rquv natijasida bo'ladimi, bo'lmaydimi? Qayerdan paydo bo'ladi? O'sha biror narsani aziz ko'radi, o'sha narsani yo'qotishdan qo'rqadi-da, keyin o'xshaydimi, o'xshamaydimi, bo'ladimi, bo'lmaydimi qilib o'tiradi. Yo'qotishdan qo'rqish kerak emas hech narsani. Ayol kishi o'ziga hech narsani yo'qotishdan qo'rqmaslikni o'rgatish kerak. Qayerda yo'qotishdan qo'rqadigan bo'lsa, o'sha joyda bu ayol uni yo'qotadi. Aziz qilgan narsasini albatta yo'qotadi va keyin bu hissiyotni psixologik tilda aytganda prarabotka qiladi. Yo'qotishdan qo'rquv bo'lmagan odam shubhasi yo'qoladi. To'g'ri. Gumoni yo'qoladi. Keyin bilasizmi? Yaratgan bizning duolarimizga 3 xil tarzda doim javob beradi. Ijobatini qilib beradi. Bu hamma biladi. Yo so'raganimizda sirazu beradi yoki qachondir beradi yoki bermasa ham o'shani o'rnini to'ldiradigan qanaqadir savobli anaqaga o'zgartiradi deyiladi. Xayrlirog'ini. Xayrlirog'ini beradi deyiladi. O'zi umuman olganda so'rayotgan narsamiz biz uchun bitta instrumentligini bilsak, rezultatiga yopishmaydi ham odam. Ya'ni bu biz bilan yaratgan butun borliq bilan shu orqali gaplashaman, mana shu xohishim orqali gaplashaman degan fikrda bo'lsa, bu bitta gaplashish usuli ekan desa, ayol kishining ichida yengillik paydo bo'ladi, o'sha narsaga yopishib olmaydi. Va men ko'p kuzatganman, shunaqa degan joyda so'ragan narsasi darhol beriladi. Chunki uni toqati ochiladi, mana bu kenglik paydo bo'ladi. Kenglik bo'lmagan joyda qanaqadir hozir bu ayol, bu insonni shu so'rayotgan narsasini qabul qila olmaydigan
darajada torlik bo'lib turganda u berilmaydi. Yana bilmadim, Alloh a'lam. Yoki bu narsasi nafs darajasida so'ralayotgan bo'lsa, masalan, meni sevsin, yo qadrlasin, yo menga qilib bersin, bu asl o'zi emasda, uni ichidagi hayvoniy tarafi bo'ladi. O'shanda u berilmaydi. Alloh a'lam, yana Alloh biladi. To'g'ri. Lekin xayrli duolarimiz doim ijobat bo'ladi. Ya'ni hozir bo'lmayotgan bo'lsa, bu demak keyinchalik xayrliroq bo'lishi mumkin degani demoqchisiz. Keyin taqdir masalasida ham ko'pchilik sporlashadi. Taqdir kimdirlar yozilgan deydi, kimdirlar o'zgartira olamiz taqdirni deydi. Men taqdirni o'tmishda ko'raman, kelajakka nisbatan biz bilmaymiz-ku, kelajak haqida taqdir qanaqa nima bilmaymiz. Taqdir deganda men o'tmishni tasavvur qilaman. O'tmishda o'tib ketgan har narsa bu taqdirimizda yozilgan va uni o'zgartirish mumkin. Faqat o'sha afsuslanish, nadomat qilish, tavba qilish bilan. Kelajakka nisbatan yaxshi gumonda bo'lish. Kelajagimiz juda ham keng. Kelajak shunaqa kenglikki, u yerda nima bor, nima yo'q biz bilmaymiz. Bizlarni faqat yaxshi gumon qutqara oladi bu joyda. Kelajakni duolar orqali o'zgartirish mumkin deyshadi ustozlar. Men bu narsaga ishonaman. Va hattoki farzandlargacha boradi bu duolar deb o'ylayman. Siz masalan, men hozir o'tirib duo qilsam, farzandimni kengligi, o'sha kelajagiga, taqdiriga ham ta'sir qiladi. Masalan, bizning hozir shu yurishimiz men har doim meni dedushkam, dodam, ularni otalari qilgan duolar natijasi deb o'ylayman. Bo'lmasam qattan bizning yoshimizda misol uchun restoranda chiroyli bo'lib kiyinib yurish xohlaydigan paytda bu. U narsani xohlamayapmiz. Bizga ilm yoqyapti. Nafaqat meni oilamdagi hammada shunaqa. Nimaga? Chunki shu buvam sizlar uchun duo qilingan. Duo qilingan va bu duolar men o'ylaymanki tashqariga olib chiqib ketmaydi. O'shaning uchun men doim farzandlarimni to qiyomatgacha bo'lgan zurriyotlarimni duo qilaman, ularni ham taqdiriga ta'sir qilsin. Endi munosabatlar haqida gaplashamiz. Turmushga chiqmagan qizlar uchun ham va allaqachon turmush qurgan qizlar uchun ham savollarim bor. Turmush kechikishini eng katta 3 ta sababi nima deb o'ylaysiz? 3 ta. Qiz bolani sharti bo'ladi. O'sha sharti birinchi deb o'ylayman. Sabab boshida turmush o'rtog'i tanlashga, misol uchun yaxshi ishlasin, yaxshi pul topsin, chiroyli bo'lsin, xushqomat bo'lsin, yana nima, pul topsin bo'ladi. Uni yaratib qo'ygan obrazi bo'ladi. Keyin yana misol uchun qo'rquvlari bo'lishi mumkin. Turmushga chiqqandan keyin ozodligimdan yo'qotib qo'yaman ozodligimni. Qaynonam qanaqa bo'lishi mumkin? U ota-onasining hayotini ko'radi, qo'rqadi. Uchinchisi bu tajribalari bo'lishi mumkin. Misol uchun hammada har xil ota-onasini tashlab ketishga qo'rqadi, tashlab keta olmaydi. Bu ham katta anaqada o'zi. Karyeramni qilib olay deydi. Yana men ko'p kuzatganman, ota-onasini tashlab keta olmaydigan ayollar. Ularning mas'uliyatini olib qo'yadi. Misol onasi kasal bo'lishi mumkin, otasi qanaqadir og'irroq bo'lishi mumkin yoki o'zi yaxshi pul topadi, farzandlar ota-onasiga boqayotgan bo'lishi mumkin. Shu joylarda u tashlab keta olmaydi. Men har doim aytaman, birinchi shart qo'ymanglar. Xohlang. Qanaqasini xohlaysan desam, shunaqasini deb ayting, lekin shart qo'yish kerak emas yaratganga. Sen beraver, menga men roziman. Ikkinchisi, kelajakdan qo'rqish kerak emas. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Uchinchisi, ota-onaning mas'uliyatini bo'yniga olib qo'yish kerak emas. Ota-onani ham yaratgani bor. Men so'rayman, yaratgandan so'ra. Ota-onangga ham, senga ham qaraydigan erkasin, so'ra deb aytaman. To'g'ri. Ya'ni ota-onamga qaramasam hech kim qaramaydi degan fikr bo'lish kerak emas. Tajribada shunaqa vaziyatlar bo'lgan, akalariga ishonmaydigan qizlar borda. Kelininlariga ishonmaydi, qaramaydi onamga. O'zim qarayman. Ertaga erga desam, ularga onamga fokusimni qarata olmayman deb qo'rqadi. Keyin yana juda ko'p oxirgi payt ko'rayotgan narsa tanish qizlarning orasida negadir ba'zi ayollar, qizlar, turmushga chiqmagan qizlar yaxshi erkaklanmasdi, qanaqadir yomon erkaklarni yaxshi ko'rib qolishadi. Va men qiziqaman, ularda qanaqa travma bo'lishi mumkin. Ya'ni uni yaxshi ko'radigan, unga zabota qiladigan erkaklar emasdi.
uni qo'pol qilib aytganda umuman mensimaydigan erkaklarni yaxshi ko'rib qolishadi. Qadrlamaydigan. Bu uydagi muhitga bog'liq. Qizlarga bu gap aytadigan bo'lsam, ota-onasini yomon ko'rib qolishi mumkin, lekin men yomonlab aytmayotgan bo'laman aytdi. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bola 3 yoshgacha hamma hayotidagi hissiyotlarini, programmalarini o'rnatib bo'ladi. 7 yoshgacha уже mustahkamlaydi, 7 yoshdan keyin уже prarabotka qilishni boshlaydi. Uyda misol uchun ota-onani mensimasa, qadrlamasa, bu qaraydi norma deydi va uni nafsi aynan unga qayg'uradigan, unga mehr-muhabbat beradigan emas, uni qadrlamaydigan, uni mensimaydigan erkaklarga qiziqish uyg'otishni boshlaydi. Shu erkak qiziqtiradi va u erkakni o'ziga bo'ysundirganidan keyin o'ziniki qilib olganida u g'oliblik his qiladi. Chunki uyda ota borda, otaning ustidan g'olib chiqolmaydi-ku farzand baribir. O'shaning uchun boshqa erkakning ustidan g'olib chiqishga harakat qiladi. Bunaqa holatda nima qilsa bo'ladi? Ota-onadan minnatdor bo'lish kerak. Ota-onani hayoti ular uchun yaxshi instrument. Tashakkur bildirish kerak, shukronalik yozish kerak bo'ladi. Faqat ota-ona bilan ishlanadi. O'zidan ancha yoshi katta erkaklar bilan gaplashadigan qizlar bunaqa munosabatda otani qidirishadimi? To'g'ri, otani qidirishadi. Chunki qarang, o'zidan ancha yoshi katta bo'lgan ayol, erkak yonida har doim rafiqasi bo'ladi. Bo'sh bo'lmaydi u erkak. Uylanmagan bo'lmaydi, uylanib bola chaqali bo'ladi. Bolalari ham bo'ladi. Yoshroq qizga bu narsa yoqadi. U otasida ko'rmagan mehrni, otasi misol vaqtida erkalamagan, quchoqlamagan, bolam demagan, boshini silamagan bo'lishi mumkin. Balki ota qilgan bo'lsa ham farzand shunaqa qabul qilmagan bo'lishi mumkin. Shunda u ota obrazini qidirishni boshlaydi. Obrazi oilali erkaklarda topadi. Oilali erkak o'ziga to'qib oladi. Endi baribir o'zini yo'lini topmagan, yosh qizga qanaqa mehribonlik qilishni biladi. Yonida yana ona bor, xotini bor, bola chaqasi, opa-singlisi bor. Shunaqa bo'ladi. Keyin har doim o'ziga savol berib o'tiradi. Nimaga men oilali erkaklarni yaxshi ko'rib qolaman deb. Shunda o'ziga ikkinchi savol berish kerak. Nimaga men otamni boricha qabul qila olmayapman, mehrini his qila olmayapman deb otaga ko'proq minnatdorchiliklar yozib, ichidan o'sha minnatdor holatga kelsa, bu vaziyat to'xtaydi. O'zi mana ota mehrini ko'rmagan qizlar juda ham ko'p ekan. Unaqa qizlarga qanaqa tavsiya bera olamiz? Ya'ni ularni otasini yomon ko'rmasligi uchun va hayotida muammolar bo'lmasligi uchun nima qilsa bo'ladi? Ko'proq otaning haqqiga duo qilishi. Istalgan duolarni olib, savoblarni ota-onasi uchun hadya baxshida deydimi, shunaqa qilish. Har doim aytaman duo. Keyin minnatdorchilik texnikalari, praktikalari bor. O'sha praktikalarni yozsa bo'ladi. Masalan, nima uchun mana ota mehrini ko'rmagan qiz qanaqa yozsa bo'ladi texnikalar? Minnatdorchilik. O'zi ota-ona bizani mana shu yerda tug'ilishimiz, shu yerda paydo bo'lishimiz uchun bitta sababchi ular. Shuni o'zi yetadi. Ota-ona bizani to'g'ri ota-onalik vazifasi o'laroq boqish kerak, lekin bizani vazifamiz shu bizani tug'ib katta qilib qo'ygani o'ziga minnatdor bo'lish. Qolganini yaratgan o'zi beradi. Qizlar nima qilamiz biz endi? Biz ulardan xudo yasaymizda, siz meni o'qitishingiz kerak edi, mashina olib berishingiz kerak edi, men xohishlarimni qilib berishingiz kerak edi degan ularga shart qo'yib qo'yamiz. U bechara ham o'zimizga o'xshagan odam-ku. Unga yaratgandan izn keldi, ruxsat keldi, shuni qildi. Yaratgan shuni rizqimizga qo'shgan, u shuni qilib berdi. Ota-ona nima aybi bor bu yerda? Shuni tushunmaymiz biz. Ularni xudo o'rniga chiqarib qo'yganimiz uchun hamma narsa ularni talab qilamiz, shart qo'yamiz. Unaqa oyi bo'lish kerak edi, mana bunaqa ada bo'lish kerak edi deymizda, qiynalamiz. O'zimiz hayotimiz qiynalamiz. Hayotimizni o'zimiz qiyinchilikka olib kelamiz. Shu hayot qiyinchilikda bo'lmasligi uchun mana ajrim yoqasi, er-xotin munosabati yaxshi bo'lmasligi, pul bilan muammo bo'lishi. Nimaga? Ota-onadan norozi bo'lishdan. Ildiz ota-onaga borib taqaladi. Ota-onadan minnatdor bo'lishni o'rganish kerak. Endi esa erkak va ayol munosabatlari haqida gaplashamiz, ya'ni oiladagi va ko'pchilikning muammosi bu albatta xiyonat. Xiyonat haqida juda ham ko'p savollar berishadi va juda ham ko'p muammolar bor.
masalan, erkakni xiyonat qilishi uni oilasidagi olgan tarbiyasiga, nafsiga va atrof muhitiga bog'liqmi? Bog'liq. Ikkinchi xotin oladigan erkaklarni oilasini surishtirsangiz, otasini ikkinchi xotini bor, bu norma qarashadi. Otasi xiyonat qilib yurgan, adam xiyonat qilib yurgan deb buni bahona qilib olishadi. Atrof muhitdan ta'sir qiladi. Misol, og'aynilar o'tirishadi, ikkinchi xotinim bor, bir-biriga maqtanib o'tirishadi. Haqiqatdan o'zi shar'iy ilmi bor bo'lgan yoki yani bilmadim, Alloh alam, hamma ham deb aytmayman. Xudodan qo'rqqan odam menimcha birovni qalbini og'ritishga qo'rqadi. Ayniqsa rafiqasini qalbini og'ritishga qo'rqadi va xiyonat qilishdan yoki kimgadir maqtanish uchun uylanib qo'yishdan qochadi. To'g'ri. Atrof muhit ta'sir qiladi, uydagi muhit ta'sir qiladi. O'zini nafsi shunga qarab o'ynashni boshlaydi. Nafsga nimani bersangiz o'shani yaxshi deb qabul qilaveradi u. Uydagi muhitni beradi, o'shanga mosini chaqiraveradi. Shuni top bermanga deyaveradi. Demak, ildizi baribir tarbiyaga borib taqalyapti. Albatta, tarbiya faqat oiladan olinmaydi-ku, baribir atrof muhitdan ham, ko'cha-ko'ydan ham xulosalari bo'ladi o'z bolani. Demak, oilani roli kattaligini yoshligidan singdirib borish kerak, erkak kishiga ham, ayol kishiga ham. Ayolga ham, erkakka ham oila muhimligi, u yerda qalb muhimligi, qalb og'ritmaslik muhimligi, oilada qancha inson bir-biriga sof bo'lsa, ularning hayoti shuncha go'zal bo'lishi, buni tushuntirish kerak. Xiyonat mavzusi, halol harom farqiga bordirish, nafaqat bu munosabatda, balki bu pulda ham. Misol, bir xil erkaklar bor, pulda ham halol haromga qaramaydi, birovning haqqiga qaramaydi, haq masalalarini ko'proq tushuntirish kerak bo'ladi ota-ona. Men kuzataman, o'zim atrofimda yurgan ayollar ham bor, farzandlari o'g'il, imенно xiyonat ko'rgan ayollar o'g'liga doim tushuntiradi. Ayolning haqqiga xiyonat qilma, ayolning qalbiga xiyonat qilma, o'rgatishadi. Shunaqa o'rgatish kerak bolaga ham. To'g'ri. Erkakning xiyonatini qaysi holatda kechirishsa bo'ladi, qaysi holatda bo'lsa yo'q? Agar u takroriy bo'lsa, ayolning o'zi toqati chidamaydi, u chidolmaydi u. Boshqa uni kasal bo'lib qolishi mumkin. Takroriy bo'lsa, bora-bora u hissiyotini yo'qotadigan depressiya holatiga tushib qolishi mumkin, o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Bir xillar bor, mana qanchadan qanchasini ko'rdik, o'zini o'ldirib tashlagan. Xiyonat qiladi, rafiqasini, misol, rafiqasiga zo'ravonlik qiladi. Uradi, ta'minlamaydi yoki munosabat qilmaydigan holatlar bo'lishi mumkin, vallohu alam. Ya'ni har bir inson o'zini toqatidan kelib chiqib xulosa qilish kerak. Agar uni ichki holatiga og'irlik bersa, u o'zini yo'qotib qo'ysa, o'ziga qanaqadir og'rinadigan jarohat yetkazishni xohlasa, bu vaziyatdan chiqib ketish kerak. Ya'ni o'zi baribir ichidagi impulsiga qarash kerak odam. Nimaga ba'zi erkaklar bitta ayolga umuman boshqacha muomala qiladi, boshqalarga esa umuman boshqacha. Ya'ni o'zini ayoliga umuman sovg'a bermasligi mumkin, umuman yaxshi gapirmasligi mumkin, lekin xuddi o'sha erkak boshqa ayoliga boshqacha munosabat qiladi. Buni ayol tomonidan qarab gapirsak, agar ayol kishi eriga rahmi kelsa, eriga achinsa, uni ayasa, so'ramaydiki u. Erim bechora o'zi zo'rg'a yuribdi deydi, qayerdan pul oladi, qo'y hozir qilmay qo'ya qolay deydi. Unga achinadi, uni ayashni boshlaydi. Keyin o'rniga boshqa ayamaydigan ayol kirib keladi. Oladi uni haqqini hammasini. Shuning uchun turmush o'rtog'idan so'rash kerak, o'zini loyiq ko'rish kerak. Turmush o'rtoq bitta sababchi, o'ni xohishini yaratgan turmush o'rtog'i orqali beradi. Shuni tushunish kerak. Tushunarli. Demak, erkak kishini rolini tushirmasdan, ya'ni unga rahm qilmasdan, uni nabrot hurmat qilgan holda munosabat qilish kerak. Ona bo'ladi-da, rafiqalar srazu xo'jaylik qiladi. Unga achinadi, uni ayashni boshlaydi. Onalar shunaqamiz-ku biz farzandimizga nisbatan voy bolam qilamiz. Xuddi shu onalik mehri uyg'onib ketib qoladi eriga nisbatan. Erkakga ona kerak emas, erkakga rafiqa kerak, ayol kerak yonida. O'zi bitta onasi yetadi unga. Ikkita bo'lib olish kerak emas-da. Shuning uchun
ayol bo'lishni o'rganish kerak. O'zi turmush o'rtog'ida, ya'ni erida qanaqadir qiyinchiliklar bo'lsa, ayol o'zini qanaqa tutish kerak? Duo qilish kerak. Uni tushunish kerak. Uni qo'llab-quvvatlash kerak. Lekin u payti, конечно, uni anaqasi toqati yetmaydigan narsani so'rash kerak emas. Men sizga ishonaman, qachon bo'lsa ham shu narsani menga qilib berishingizga uni qo'llab-quvvatlash kerak bo'ladi. Kritika qiladi, onalik pozitsiyasiga tushib oladi, aql o'rgatadi, nima qiladi? Solishtiradi, ha. Qachon odam bo'lasiz deydi. Shunaqa. Demak, bu narsa katta xato ayollarning qiladigan. O'zi nimaga ba'zi erkaklar ayoliga pul berishni xohlamaydi? Ziqnalikda. Ba'zi bir erkaklarda shunaqa xislat bo'ladi, ziqnalik. Bergisi kelmaydi, qizg'anadi pulini. Uni ham tushunish kerak. U ham yoshligida shunaqa qo'pol qilib ketganda travma bilan katta bo'lgan. Unga ham doim ziqnalik qilishgandir, balkim og'ir mehnatda anaqa bo'lgandir, balkim tan olinmagandir. Vallohi qanaqa uni muammosi bor ichida. O'shaning uchun ayoliga pul bergisi kelmaydi. Ayolning xohishlarini bajargisi kelmaydi, qiladi, lekin so'rattirib, iltimos qildirib, hop shunaqada yalintirib qildirgisi qiladi. Bunaqa paytda ayol kishiga juda ham katta sabr kerak bo'ladi. Birdaniga o'zgarmaydi. O'zgarish uchun vaqt kerak bo'ladi, duo qilish kerak. Ko'pincha kuchli ayollarning oldida zaif erkaklar bo'ladi. Kuchli-da, mana qarang. Agar yer yuzida tog' bo'lmaganda, yer o'zining balansini ushlab tura olmasdi. Tog' shunaqa katta kuchki, yer o'z o'qi atrofida aylanishi uchun balansni ushlab turib beradi. Bo'lmasa u balansni yo'qotib qo'yardi. Bu dunyoda hamma narsa balans. Balans bo'lmasa yo'qotiladi. O'shaning uchun uyda ham bitta kuchli, bitta kuchsiz bo'lsa, balansga keladi. Agar ikkita kuchli bitta joyga kelsa, portlash bo'ladi erta. Bitta uyda ikkita kuchli ayol, kuchli inson bo'la olmaydi. Yo erkak kuchli bo'lishi kerak, yo ayol kuchli bo'lishi kerak. To'g'ri. Ayollarga kuchli bo'lish yoqadi. Agar u tan olinmagan bo'lsa, uni gapi eshitilmagan bo'lsa, uyda endi qizlik yoshligida. Keyin u kuchli bo'lishni boshlaydi. Shu orqali men yaxshi ko'rilar ekanman, shu orqali tan olinar ekanman, shu orqali meni qadrlashar ekan deb u isbotlashga tushib ketadi. Eplaydi lekin. Ayol juda zo'r eplaydi. Hamma narsani eplaydi ayol kishi. Agar kuchli bo'lish emas, erkagini kuchli qilish orqali dunyoviy har narsaga erishishni xohlasa, bu haqiqiy ayollik. Lekin men o'ylayman, baribir ham ayol kishi qancha kuchli bo'lsa ham charchaydi deb o'ylayman. Albatta, chunki uni fazilatiga xos emas. Qachondir kelib charchaydi, qachondir kelib, men ko'p kuzataman, men konsultatsiyaga kelishadi 45-50 yoshli ayollar. Men uyda o'tirgim kelyapti, ovqat qilgim kelyapti, erkaklarning orasida erkakga o'xshab ishlarni hal qilgim kelmayapti, ibodatimni qilgim kelyapti. Nima qilsam bo'ladi deyshadi. Lekin qachonlardir bu ayollar ham kuchli bo'lishni tanlagan. 10-15 yildan keyin o'sha charchab qoladi bu narsalar. To'g'ri. Nimaga erkak xiyonat qilsa ham baribir ayoliga qaytib keladi? Qarang, erkak kishining aqlida biladi, uni rafiqasi bor, uni uyda kutib o'tiradi, uni ko'z ochib ko'rgani va uydagi ayol baribir oppog'oyda u uchun. Soliha, yoqimli, ming baqirsin, chaqirsin, ming'ir qilsin, baribir u uydagi ayoli ko'z ochib ko'rgani-ku, u uchun oppog'oy bo'ladi. Raznica faqat uyda, ko'chada. Shunaqa. O'shaning uchun aylanib o'rgilib kirib keladi. Uyda yashayotgandan keyin u kamchiligiga ham ko'nadigan, ko'pchiligiga ham toqat qiladigan faqat rafiqasi bo'ladi-ku. Vaqtinchalik emas, butun umr yonida turib beradigan ayoli borligini bilgani uchun ham erkak juda ham yaxshi biladi. Aql, farosati joyida, nima qilayotganini biladi. O'shaning uchun turmush o'rtog'iga aylanib kelaveradi. Lekin voz kechmaydi. Buni rafiqalar tushunishi kerak. Uyda Xurram sulton o'tirganligini. U o'zining pozitsiyasini yo'qotib qo'yadi-da, boshqa ayolga o'zini solishtirib, eri bilan janjal qilishni boshlaydi. Balkim eri bitta ayolning oldiga borib, o'zining xotinini maqtab o'tirgandir. Bo'lishi mumkin. To'g'ri. Keyin mana o'zimga ham juda ham qiziq bo'lgan mavzu bu niyat va duolarni mukammal qilish haqida. Ya'ni ko'pchilik juda ham ko'p eshitganman shunaqa holatlarni, ya'ni qanaqadir niyat qilib qo'yadi, lekin to'liq qilmagani uchun o'sha narsa unga minusga ishlab qolishi mumkin. Masalan, eshitganman shunaqa holatlarni,
kimdir aytadi misol uchun voy ishlagim kelmayapti charchadim deydida keyin kasal bo'lib qoladi ishlolmaydi yokida mehmon kutgim kelmayapti deydida nimadir sabab bo'ladi uyda mehmon kutolmay qoladi ya'ni shu darajada yomon holat bo'lib qolishi mumkin va bunaqa holatda qanaqa niyat qilsak bo'ladi ya'ni nimadir niyat qilayotganimiz yoki nimadir gap gapirayotganimizda to'liq gapirishimiz kerak bo'ladimi va shunaqa yomon holatlarga uchramaslik uchun nimalar qilsak bo'ladi xayrlisini deb so'rash kerak masalan man o'zim so'raganman Allohim man sandan boshqa dunyoviy har narsani qalbimdan chiqarishni xohlayman deganman dunyo aqlimda san qalbimda bo'lishingni xohlayman menga shu narsani ber deb so'rashni boshlaganimda albatta sizdek aytgandek voqea narsa bo'lishini bilganman va o'shanda aytganmanki bu urush yo'qotish janjal ko'ngil qoladigan alam xafa kechira olmaydigan vaziyatlar bilan bo'lmasin bu ilm bilan bo'lsin bu ongli yashash bo'lsin uyg'oq yashash bo'lsin menga eng xayrlisini ber xayrli yo'l bilan bo'lsin mani uyg'otib yuboradigan ongsiz joyda turganimda ongli qilib yuboradigan bo'lmasin deb so'raganman shuning uchun hamma narsani so'rayotgan paytda niyat qilayotgan paytda xayrli degan so'zni qo'shish kerak deylik man erimdan hech narsani kutishni xohlamayman desa eri bermaydi sovg'a bermaydi keyin oxiri kutmaydigan bo'lib qoladi o'sha joyda qo'shish kerak xayrli yo'l bilan xafa bo'ladigan qalbga ozor keladigan yo'l bilan emas xayrli yo'l bilan menga ber bitta odam aytgan siz aytgandek bolamni to'yini o'tkazganimdan keyin dam olaman ishdan bo'shayman отпускаga chiqaman 2 hafta yotaman faqat degan ekan keyin bolasini to'yi o'tgan ertasi kuni oyog'i singan doktor unga aytgan postelniy rejim 2 hafta aytyaptilar subhanalloh man yaxshi niyat qilmagan ekanman deyaptilarda siz aytgandek xayrli yo'l bilan dam oling deb niyat qilish kerak to'g'ri keyin ko'pchilik intuitsiya bilan gumonni adashtiradi ya'ni masalan man ichimda kimgadir nisbatan intuitsiyam ishlashi mumkin voy bu odam menga yomonlik qilishi mumkin deb intuitsiyam ishlab ketishi mumkin lekin o'sha joyda balkim man o'zim yomon gumon qilayotgandirmanki o'sha odam menga shu narsani qilgandir bu bo'yicha nima deb o'ylaysiz rostdan ham intuitsiya o'zi ishlaydimi yokida biz o'zimiz chaqirib olamizmi shunaqa gumonlarni qarang intuitsiya ishlaydi intuitsiya juda yaxshi narsa aslida oldindan biror narsani his qilish bu impuls yaratganni sizga instruksiyasi xarita chizib beradi qayerga yurish kerak nima qilish kerak naobrat bu yaxshi shubha gumon miyada bo'ladi intuitsiya qalbda bo'ladi u ichdan keladi u buni o'zgartirsa bo'ladi buni o'zgartira olmaysiz u yerda qat'iy javob bo'ladi misol sizni qancha yo'ldan qaytarishmoqchi bo'lsa ham yo'q shu yerdan ketaman baribir deydigan vaziyatlar bo'lganmi bo'lgan manda ham ko'p bo'ladi shunaqa chunki ichingizdagi intuitsiyaga quloq solasiz u yaxshi bu yerda adashish bo'lmaydi shubha gumon aynan to'g'ri intuitsiya bo'lganda instruksiya kelayotganda paydo bo'ladi o'shadan sizni adashtirmoqchi bo'ladi u yerda faqat mikin o'xshamasachi o'sha chili bo'ladi shubha gumonga e'tibor berish kerak emas aksincha man har doim aytaman ichingizdan kelayotgan ovozga e'tibor bering aqlingizdan aylanayotgan vijvijlarga emas vasvaslarga emas demak qaysidir odamga shunchaki yomon gumon qilganimiz uchun balkim o'sha odam yomonlik qilishi mumkin albatta gumonimizda-ku bizani hayot ichingizda mana masalan man turmush o'rtog'im bilan munosabatda ichimda bo'ladi shubha gumon xiyonat qilmayaptimikan boshqa narsa emasmikan degan bo'ladi shunda ichimdagi intuitsiyamdan so'rayman mana bu yerda aylanadi bu yerda nima o'zi bormi yo'qmi bu yerda javob keladi yo'q bo'ldi bunga quloq solishni boshlayman bunga emas ayollar bu yerdagi intuitsiya bilan impuls bilan gaplashishni bilishmaydida va bunga quloq soladi keyin eri bilan urushib qo'yadi mana sizga oddiy narsa kechki paytgi narsa 2 kundan beri parfyumerniy narsalar olgan edim mashinamda qolib ketyapti-da keyin kech payt turmush o'rtog'imga aytibman kirib kelganlarida mashinamda qolib ketibdi sovun shampun anaqa atirlarim sovun erib qolishi mumkin deyapman-da keyin menga erim bo'ldi unda olib chiqib beraman hozir o'zim deyaptilar soat kechki 11:30 xo'p dedim men uyda ishlarni qilyapman turmush o'rtog'im 12larda kirib kelyaptilar mashina pastda turibdi yarim soat chiqib ketdilar keyin men shubham uyg'onyapti
kim bilandir gaplashdilarmikin, nimaga qolib ketdilar degan. Hatto men telefoniga qaramaganmanlar. Keyin keldilar. Kirib kelganlaridan keyin men ichimdagi impulsimdan so'rayapman, intuitsiyamdan so'rayapman. Gaplashdimi, yo'qmi? Yo'q deb. Vasvasim aytyapti. Shubha gumonim gaplashdi, urush, qayerda qolib ketdingiz degan qiyshuv gaplar deyapti. Indamadim, ichimdagi gapimga quloq soldim-da. Onasi mana senga xursand qilgim keldi deb, keyin napitkalar, morojnilar olib ko'rib chiqarib kelyaptilar-da. Uni yonida magazinga boribdilar, o'sha yerda narsalar olibdilar. Keyin o'zimizning xonaga kirsam, telefon zaryadda turibdi-da. Yaxshi ham ushmanman, yaxshi ham vij-vij qilmanman, sharmanda bo'lardim hozir dedim. Ko'rdingiz, impuls qanaqa ishlaydi, intuitsiya qanaqa ishlaydi. Vasvas o'sha yerda sizni xarob qilgisi keladi. To'g'ri. Ko'pchilik ayollar berilib ketadi shu narsaga. Chunki intuitsiyani eshitishi bilmaydi. Keyin o'zi obunachilardan kelgan savollar ham bor ekan. Ehson masalasida gaplashgan edik va savol berishgan ekan, ehsonni o'zi aslida kimga qilish kerak? Masjidgami, ota-onagami, qarindosh urug'gami yoki umuman begona qanaqadir muhtoj oilalargami? O'zi mana shu sanab o'tgan hammaga. Birinchi o'rinda ehson ota-onaga, ayniqsa qiz bola qancha ko'p ota-onasiga yaxshilik qilsa, shuncha ko'p u baxtli bo'ladi. Ota-onani qattiq yaxshi ko'rishni o'rganish kerak, qattiq hurmat qilishi, qattiq qadrlashi, ularga saodatli hayot yaratib berish uchun harakat qilish kerak. Shunda bu o'zini turmushdagi hayoti yaxshi bo'ladi. Ota-onadan norozi bo'lib tursa, bu yoqdagi hayot ham yaxshi bo'lmaydi. Mana ota-onamiz ikki dunyo saodatiga erishsin deb duo qilamiz, lekin u qanaqa qilib erishadi? U qarigan уже, siz bizning bo'yimiz yetib уже bitta joyga kelganda, уже qo'limizga pul tushadigan vaziyatda ular уже yoshi o'tganroq bo'ladi. Ularning saodatiga erishish uchun biza bor-ku, biza ularga dunyo ko'rsatishimiz mumkin. Yaxshi narsalar yedirishimiz, yaxshi narsalar kiydirishimiz mumkin. Bu birinchisi. Ikkinchisi, endi men o'zimni qo'llaydigan instrumentlarni aytaman. Qarindosh urug'ini qidirish kerak ekan. Kim qiynalyapti? Qiynalayotganlar bormi? Keyin ularga o'tadi. Ota-onadan ortadi. Ehson qilish yaxshi ko'radiganlar. Ota-onadan ortadi, keyin qarindosh urug'iga o'tadi. Keyin bundan ham ortadi. Ehson qilish yaxshi ko'radiganlar. Keyin qo'ni-qo'shni mahallaga o'tadi. Undan ham ortadi. Keyin masjidga o'tadi. Keyin boquvchi oladi. Boqadigan odamlarni oladi. Ishoning, hammasidan ortadi bu. To'g'ri. Shunchaki ichidagi niyati shunaqa bo'lgani uchun, ya'ni odamlarga yaxshilik qilaman, ehson qilaman degani uchun hammasiga yetkazadi demak. Qanaqa o'ylayman bilasizmi? Komandamda 30 nechtadir qiz bor. 30 nechtadir. Unda o'ylab qarasangiz, bitta menman. Men boqa olmaymanmi, oylik bera olmaymanmi deb qo'rqish mumkin. Lekin bilamanki, yaratgan ularning rizqini men orqali beradi. Yana qizuv joyi bor. Siz ularga qancha oylik bersangiz, ko'payadi. Rumiyning gapi bor-ku, olganing saniki emas, berganing saniki. Qancha siz bersangiz, o'sha sizniki bo'ladi. Men misol uchun qo'rqmayman, deylik $15,000 kurslarda ham o'qishga qo'rqmayman. Men uni beraman, lekin undan shuncha zo'r instrument olaman, qachondir qo'llayman buni. Kimgadir $10,000 ehson qilishga ham qo'rqmayman, chunki u menga $100,000, $200,000 bo'lib qaytadi. Yaxshi ko'rish kerak aksincha ehson qilish. O'sha berdingiz, o'sha sizniki bo'ladi. Qizg'anish kerak emas. Yo'q. Qo'rqish kerak emas. Masalan, qarzdor bo'lib kelishadi-da menga, keyin men aytaman, eng zo'r yo'li kimnidir topib boqishi boshlab, bo'ldi, tez chiqib ketasan. Boy bo'lging kelyaptimi? Misol turmushga chiqmagan, bolalarini yolg'iz o'zi boqayotgan ayollarni topdi, boq o'shalarni deyman. Nechta bolasi bo'lsa hammasini boqib, zo'r bo'lasan, o'shanda tez boyib ketasan. Qanaqa qilib o'zimda yo'q-ku deydi. Sanda yo'qlik yaratganda ko'p. To'g'ri. Menimcha shu joyda yakunlasak bo'ladi. Agarda obunachilikka qiziq bo'lgan bo'lsa, yana keyingi qismlarni olsak bo'ladi. Yana qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirishsa, biz keyingi qismlarni olamiz va yana ham qiziqarliroq suhbatlar qilamiz. Menimcha juda ham ko'pchiligi manfaatli suhbat bo'ldi. Inshaalloh. Sizga rahmat, kattakon ma'lumotlar uchun juda ham menimcha foydali suhbatimiz bo'ldi. Sizga ham rahmat. Bizani obunachilarimizga meni ko'proq, kengroq ochib berganingiz uchun. O'zi anchadan beri xohlayotgandim shunaqa podkast bo'lishini. O'ylaymanki, agar ayollarga manfaatli bo'lsa, bu yana davom etadi. Rahmat.